Buni sovg'a qilib berdi. Qizli yeyman men buni. Sizga joy yo'qmi yegani? Joy bor. Ko'chada yeyman demaysiz har holda mana. Bering bo'lsam joy bo'lsa joyda yeyman. Xohlasiz ichkari bor mana. Mana bu yerda o'tirasizmi? Sizga konkret joyi bor. Ha. Kiring. Bitta sizga emas. Shu yerga kelib shunaqa mustaqillardan tanovul qiladigan insonlarga mana joylar. Tepa chiqing. Mana joyda sizda, hoji aka. Mana sizga joy. Restoranga o'xshar ekan. Mana sizga joy. Bo'lar ekan. 25 ta, 30 ta, 35 ta odamni o'z bag'riga sig'diradi. Bemalol yeb mazasiga gap yo'q. Tomosha qilib. Keyin baho berasiz. Va alaykum assalom. Nima ekan mana o'zi nima ekan bu? Qulpinoy ham bor ekan bu yerda. Bu vaqtlimi pecheni? Oho, zo'ru ha. Qalay mazasi? Zo'r Abduhamid. Ho, Sekin mashinadan 5-6 ta yana zakaz qilib qo'ying. Ha, nevaralarim ko'p u. Nevaralarimga uylanyapman-da. Yo'q. Ha, buni mayli o'zim yeyman. Menga. Ayo endi siz o'zga alohida olasiz. Yetimni haqqini yeyish gunoh, hoji bobo dedi-yu. Yaxshi ham yetimmas.